Shuning uchun sirkulyatsioniy nasosimizga farqi yo'q. U 2 metr bo'ladimi, u 10 metr bo'ladimi. Nasos tanlanayotganda asosan ikkita narsaga e'tibor beriladi. Bu agar sizga video qiziqarli bo'lsa, albatta like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Qiziqarli savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sirkulyatsioniy nasosga keladigan bo'lsak, buni haligacha ustalar hisoblayotganda 25 ga 4, 25 ga 6, 25 ga 8 degan raqamlarni balandlik bilan adashtirib qo'yapti. Ya'ni meni eng balandlik radiatorim 7 yoki 8 metr bo'lsa, men 25 ga 8 degan nasos qo'yishim kerak deb adashadi. Bu aslida noto'g'ri yo'nalish. Nasosning asosiy vazifasi bu sistemamizdagi gidravlik qarshiliklarni yengib o'tish. Yopiq isitish tizimlarida balandlik deyarli o'lchanmaydi. Chunki bizning sistemamizda statistik davleniya bor. Ya'ni 1,5 barga biz to'ldirib qo'yamiz. Bu degani nasos o'chib turgan holda, buni podachasida ham, obраткасida ham 1,5 bar bo'ladi. Nasos o'chib turgan holda. Nasos ko'pincha adashadi, nasosni faqat tepaga itaradi deb o'ylaydi. Yo'q, sirkulyatsioniy nasos sistemada davleniya bo'lgani uchun tepaga ketayotgan suv va pastga tushayotgan suv bilan muvozanatda bo'ladi albatta. Shuning uchun sirkulyatsioniy nasosimizga farqi yo'q. U 2 metr bo'ladimi, u 10 metr bo'ladimi. Nasos tanlanayotganda asosan ikkita narsaga e'tibor beriladi. Bu o'tkazuvchanlik, suvni o'tkazuvchanlik va napor qarshilikni yengib o'tish uchun. Bu qoida nafaqat sirkulyatsioniy nasos issiqlik tizimiga, balki issiq suvdagi resirkulyatsiya tizimida ham ishlaydi. Ha, albatta savol tug'ilib qolishi mumkin. Qaysi vaziyatda balandlik o'lchanadi? U nasoslar turi sal boshqacha. Sovuq suv tizimida ishlaydigan bosim yaratuvchi nasoslarda balandlik o'lchanadi. Chunki ular faqat tepaga suv beradi. Va yana ijtimoiy tarmoqlarda bitta narsani e'tiborga oldimki, ko'p joyda qo'yilayotgan nasoslar sal xatoliklar